Barchangizga assalomu alaykum deyman. Musofirda yurgan akalar, ukalar, qadrli do'stlar, Moskvada yurgan aziz vatandoshlar, charchamay ishlayapsizlarmi? Xullas, bugun bir kanalimda video rolik qilay dedim. YouTube'da, Instagram'da bir video ko'zim tushib qoldi. Bir 9-sinf bolasi shu Moskvada bir oblastda o'zini maktabida o'qiyotgan tojikistonlik bolalarni o'ldirishga niyat qilib bir yosh bolani umriga zomin bo'lgan bir bolani o'ldirgan. Xullas u bola shu o'zini maktabida o'qib yurgan 9-sinf bola bo'lgan. Natsistlar gruppasiga, Telegram gruppasiga yozgan bir kun oldin men ertaga boshqa millatli bolalarni o'ldirib videosini joylayman degan. U o'zi o'qiyotgan maktabda shu tualetiga kirib, kiyinib, jiletlarni kiyib, maskalarni kiyib, tepasiga kaskalarni kiyib, yoz kamerasini yoqib, xonama-xona yurgan. Bu yerda rus millatidan boshqa millatli bolalar bormi deb. O'qituvchilar yo'q bu yerda, biz xonamiz yo'q degan, chiqqan koridordan bitta xonadan chiqib bo'lgan. Keyin arqadan охранник kelgan, bilgan u boshqa natsist bolalar. Arqadan охранник kelib chiqib ketdi degan. Охранникning yuziga achitqich gazni chachib, bitta pichoq urib, bolalarni oldiga yaqinlashganda o'qituvchiga rahmat deb qolaman. Reski xonaga qamab, xonani qoplab oldi. Afsuski bir tojikistonlik bola kirolmay qoldi xonaga, qochib qoldi. Koridorga yugurib yetib, afsuski vahshiylarcha o'ldirdi. Ilohim, shu videoni ko'rib qandaydir hali et junbushga kelib, qaltiroq hali ham ketmayapti-da. O'sha etlar ko'rdim, qaltiroq hali ham turibdi. Ko'zdan yosh to'xtamayapti eslab shu videoni. Ilohim, bu bola inshaalloh shahidlar qatorida bo'lsin. Musofir yurtda olamdan o'tdi. Ilohim shahidlar qatorida bo'lib jannatning 8 eshigidan kirish nasib qilsin inshaalloh. Bu manqurt, bu hayvon ham deb bo'lmaydi. Hayvon ham o'zi yosh bolaga tegmaydi, bunday o'ylab qarasangiz. Bu hayvon ham deb bo'lmaydi. Manqurt inshaalloh do'zaxning tubiga tushadi. Azobini ko'radi, xudo xolasa bir. Bu onaizorga bu endi qamaldi, shu yerda qamaldi, buni qamadi, o'tirar bir 8 yil, 10 yil o'tirib chiqar. Lekin yosh bola olamdan o'tib ketdi. Endi buni rahmatli bu bolani onasiga xudo xolasa videolarni ko'rib qoladi. Ta'ziya bildiraman chuqur. Onaxon o'g'lingiz inshaalloh jannatlarga tushadi, shahidlar qatorida bo'ladi. Sizga Alloh sabr toqat bersin. Butun O'zbekiston nomidan, shu musofirda yurgan o'zbeklar nomidan sizga ta'ziya bildirib qolaman. Alloh sabr qanoat bersin, sabr toqat bersin. Endi o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, musofirda yurganlar. Har xil holat bo'lyapti, har xil bunaqa ishlar bo'lyapti hozir. Bu onaxonni holatini juda yaxshi tushunib turibman-da hozir. Endi o'zlari ishga kelganmi, nima bo'lgan taqdirda ham bolasini shu maktabga bergan. Xabar yetganki, shu bolangiz olamdan o'tdi deb. Men ahvolini tushunib turibman. Endi butun O'zbekiston, butun shu yerda musofirda yurgan o'zbeklar nomidan chuqur ta'ziyamni bildirib qolaman. Inshaalloh bolangiz jannatlarga tushib, jannatning 8 eshigidan kirib shahidlar qatorida bo'ladi. Bu manqurt bo'lsa, do'zaxga tushadi. Ilohim, amin deb kommentariyaga yozib ketinglar. Bu manqurt ilohim do'zaxga bo'lsin. Ilohim shu bola jannatga tushib, onalari, dadalari, oila a'zolarini ham jannatga chaqirsin inshaalloh. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, Allohga omonatsizlar. Shu videoni ko'rib video qilmasam bo'lmaydi deb o'zimga nima qildim, chunki el junbushga kelib, hali ham qaltiroq alomatlar ketmayapti-da. Alloh musofirda yurganlarni hammalarini asrasin. O'zi ofiyat bersin, o'zi saqlasin inshaalloh. Allohga omonatsizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, salomat bo'ling.